Bir kun masjidimizga bir mayitni olib kelishdi peshin mahallaga. Ertaroq olib kelib qolishgan ekan, o'g'li oldimga kirdi. Dadam bo'ladilar bu o'lik mayit, janozaga olib chiqilgan odam. Hojilarga borganlar, umralar qilganlar, xayri saxovatlar ko'p qilganlar. Sizlarning masjidlaringda 5 mahal namoz o'qirdilar. Ko'p menga o'zlari o'qiydigan joyda men shu yerda turib o'qiyman namozdirdilar deb joyini ko'rsatsa, imom hoji akamni men tanirdim, yaxshi odam edilar, nima bo'ldi? 2 oy oldin bizni boshimizga katta qarz tushib qoldi. Juda ham katta qarz. Uzib $10,000 qolganda hech ham bir ilojini qila olmay qoldik. U qo'shni, bu qo'shni, u qarindosh, bu qarindosh hech kimdan topilmay qoldi. Oxiri dadam rahmatlik ko'chamizni boshidagi magazinchi hoji akani oldiga chiqdilar. Hoji aka bilan gaplashsalar, mayli men beraman, Xudo uchun beraman. Befoiz, beevaz beraman. Faqatgina bitta sharti bor-da. Nima sharti? Uyingizni meni nomimga o'tkazib berasiz dedi. Notarius xizmatini to'laysiz, yana qaytarib olayotganingizda ham notarius xizmatini qilsangiz, mendan sizga yordam $10,000 vaqtida bersangiz bo'ldi hoji aka. Xo'p bo'ladi. Uy hujjatlarini olib chiqib notariusda oldi sotdi qilib hoji akani nomiga o'tkazishibdi magazinchini. Xudoning qudrati bilan deyapti o'g'li. 10 kun 15 kun o'tganda uyimizni pul bosib ketdi dedi. Kechasi kunduzi pul kiryapti dedi. Aytilingan joylar, qilingan ishlardan shunaqa pul kirdiki, katta umumiy qarzimizdan 10 barobar katta pul keldi dedi. Chunki niyat berishlik edi dedi. $10,000 da olib ajratib magazinchi hoji akani oldiga vaqtidan oldin chiqib, hoji aka mana rahmat, bizni xijolatchilikdan chiqardingiz, men $10,000 da olib qo'ying desa, nima deyapsiz? Ha qarzimiz, qarz bas. Qarz bas nimani tushunadi? Zakoti deb tushunadimi? Endi qarangki, nima bo'ladi hoji aka desa, uyingizni men sotib olganman debdi. Hoji aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida $300,000 joy bu. Unaqa $10,000 basa, bor xolagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi hayda bor. Eshik tagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola